Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana valmisli papugaylarimizga ertalabki nonushtasini beramiz. Uy sharoitida qishda boqilayotgan qushlar. Bularga tuxum, mana sabzi, ko'katlar beramiz aralashtirib. Mana video davomida mana obunachilarimiz ko'kat, sabzi, tuxum tayyor xudo xolasa. Bular qushlarimiz uchun eng kerakli vitaminlar desak ham bo'laveradi. Eng kerakli bir haftada 3 marta berib tursak, xudo xolasa qushlar yaxshi bo'ladi. Yaxshi vitamin bo'ladi qushlarga. Bularni hozir beramiz mana xudo xolasa. O'zilar buni ertalabda bersa yaxshi dom berishga oldin ertalabda dom berishdan oldin bersa maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki qorni och bo'lib turgan bo'ladi, yaxshi nima qiladi, vitaminlar yaxshi ta'sir qiladi. Hozir mana ularda berish jarayonlarini ko'ramiz. Yeyish jarayonlarini. Salatimiz vitamin tayyor, mana ularni bo'lib chiqamiz. Taqsimlab bo'lib chiqdik. Xudo xolasa mana ularni beramiz endi. Yeyish jarayoni. Obunachilarimiz tomonidan savollar bo'lgan, pati to'kilyapti degan. Nima uchun pati to'kilyapti? Tuxumini bosmay qo'yadi degan. Vitaminlarni yaxshilab berib tursa, vaqtida berib turish kerak. Bir haftada 3 marta bu tayyorlangan aytamiz. Bir haftada 3 marta bersanglar. Bundan tashqari oldingi videolarimizda ham qo'yganmiz. Olma, ko'katlar, sabzini o'zi alohida, tuxumni o'zi alohida mevalar berib tursak, doim o'zini iste'mol qiladigan ularni vaqtida berib tursak,
o'zimizni aytganda turib yeyish mumkin, kesaklar mazalab. Hayvonlar iste'mol qiladigan tuzlarni yeyish mumkin. Shulardan berib tursa, patini to'kilishini oldini oladi. Bunaqa vitaminlardan berib tursak, tuxum qo'yishga tezroq tayyor bo'ladi. Tuxum qo'ygandan keyin kuchsiz bo'lib qolmaydi. Kuchini yig'ib boraveradi. Tuxumni bosmay qo'yishlar sababi shu vitamin yetmay qolishidan. Keyin oldingi videolarimizda aytganimizdek, xona haroratidan kelib chiqishi ham mumkin. Xona harorati sovuq bo'lsa, tuxumni bosmay qo'yish ham mumkin. 15-20 gradus bo'ladi, o'rtacha ob-havo. 15-20 gradusda yaxshi o'rtacha harorat bo'ladi. Tuxum qo'yishiga, otib chiqishiga, bolalarni katta qilishiga shu sabab bo'ladi. Mavzularni taqsimlab bo'lib chiqamiz. Video yoqqan bo'lsa, maslahatlar yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Yeyishni boshlashadi. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.